جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلوه. Qur'onni qanday yodlash haqida kelgusi ko'rsatuvlarimizda gapiramiz. Hozir esa nima uchun Qur'onni yodlash haqida so'z yuritamiz. Nima uchun Qur'onni yodlaysiz? Maqsadni belgilash Qur'on yodlash uchun asosiy va muhim qoidadir. Agar bugundan Allohning izni ila Qur'on yodlashni boshlab, Qur'on yodlashga jiddiy qaror qilgan bo'lsangiz, niyatingizni belgilamog'ingiz lozimdir. Nima uchun yodlayapsiz? Aniqlab oling. Oldingizga bir maqsadni qo'yib oling. Agar Qur'onni yod olsam, men Qur'on bilan Alloh taologa yaqin bo'laman. Qur'on hamisha men bilan uyda, ishda, masjidda va mashinada, xullas hamma yerda birga bo'ladi deb maqsad qo'ying. Gohida inson Qur'on yodlagisi keladi. Qur'on o'zi bilan bo'lsa, o'qisa, eshitsa, doimo Qur'onga yaqin bo'lsa deydi. Bu maqsad chiroyli va go'zal niyatdir. Boshqa bir kishi Allohning ahli va xos avliyolari qatoriga qo'shilish maqsadida Qur'onni yodlaydi. Qur'on yodlab unga amal qilganlar ana o'shalar Allohning ahli va xos avliyolaridandir. Yana boshqa kishi Qur'onning ma'nolarini ta'lim berish maqsadida yodlaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, uni o'rgatganlaringizdir deb marhamat qilganlar. Men o'tirib olib, sizga niyatlarni cheklash zarur deb tanbeh beryapman. Chunki siz Qur'on bilan bo'lganingizda, Qur'onni yodlayotgan paytingizda nafsingizda bo'shlikni yoki bahona izlashni yoki malollanishni sezsangiz, shu payt avvalda niyatni cheklaganingiz sizga ko'mak beradi. Suskashlikni sezsangiz, niyatni yangilaysizda yana Qur'on yodlashga kirishasiz. Yana bir kishi Qur'on yodlab qiyomat kunida otasiga vaqor tojini kiydirishni niyat qiladi. Bu ajoyib go'zal va pok niyatlarni Qur'onni yod olish uchun cheklashingiz muhimdir. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. Biz hozir Mavritaniyadamiz. Qadimda Shinqitlar o'lkasi deb atalgan. Mavritaniya qadimdan islom dinini mustahkam ushlash bilan tanilib kelgan. Bu davlatda ilm talab qilish juda ham rivojlangan bo'lib, bu yerda islom ummatining ko'p ulamolari va ilmiy va shar'iy matnlarning muhaqqiqlari yetishib chiqqan. Men birodarlarim bilan birgalikda Mavritaniyani kezib chiqib, u yerda Qur'on yodlash uchun bo'lgan katta e'tiborni shohidi bo'ldik. Bundan tashqari Mavritaniyadagi ozchilikni e'tiborga olmasak, odatda hammalari Qur'onni yodlaydilar. Shuning uchun biz Mavritaniyadagi Qur'oniy markazlarni ziyorat qilish hamda Shinqitlar yurtida Qur'onni qanday yodlashlarini bilish maqsadida bu yerga keldik. Mavritaniyada Qur'oniy halaqalarni mahzara deb ataydilar. U yerdagi eng go'zal ziyoratlarimizdan biri Rizvon mahzarasiga bo'ldi. Bu halaqada ajoyib namunalar bilan uchrashdik. Biz hozir Mavritaniyadagi Rizvon mahzarasidamiz. Odatdagidek bu gal ham Allohning kitobini yod olgan namunali hofizlar bilan ajoyib o'tirishdamiz. Lekin men hozir ajoyib bola bilan o'tiribman. Mashaalloh, eng birinchi meni o'ziga jalb qilgan narsa uning ismi bo'ldi. Alloh taolodan bu bolaga ismiga monand ulush berishini tilayman. Ismi Alloma Muhammad Fozil. Mashaalloh, bu bola Mavritaniyada o'tkazilgan ko'p musobaqalarda talaygina mukofotlarga erishgan. Yaqinda Doha shahriga borib, u yerda yosh bolalar uchun o'tkaziladigan Qur'on musobaqasiga qatnashadi. Alloh xohlasa, hozirdanoq birinchilardan bo'lishini Allohdan so'rayman. Qachon Qur'on yodlashni boshlading? Boshlaganingda necha yoshda eding? 6 yoshda edim.
Mashaalloh 6 yoshda. Yaxshi, necha yoshda xatm qilding? 8 yoshda. Mashaalloh. Qur'onni hammasini 8 yoshda yodlading. Hozir necha yoshdasan? 10 yoshdaman. Mashaalloh. Qur'ondan savol beraman. Tayyormisan? Ha. Mashaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Mashaalloh. Alloh seni himoyasida saqlasin. Men hozir go'yo minshavini eshitgandek bo'lib ketdim. Alloh taolodan seni minshavidek bo'lishingni so'rayman. Amin degin. Amin. Biz hammamiz minshavidan foydalanganimiz kabi odamlar ham sendan foydalansin. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Mashaalloh yetadi. Qaysi sura bu? G'ofir surasi. Mashaalloh, Alloh seni o'zi asrasin. Yaxshi, hozir sen Qur'onni yoddan bilarkansan. Alloh Qur'onni qalbingga mustahkam qilsin. Qur'ondan boshqa yana nimalarni yoddan bilasan? Qur'onga oid biron xil matnni yodlaganmisan? Masalan, Jazariya matnidan biron narsani o'qib bera olasanmi? باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. Mashaalloh. Bu nimaning muqaddimasi? Jazariyaning muqaddimasi. Tuhfaning muqaddimasi-chi? يقول راجي رحمة الغفور دوم السليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد للنون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Menda bir taklif bor. Mavritaniyani tashlab men bilan birga Kuvaytga borishni xohlaysanmi? Men seni yaxshi ko'rib qoldim. Ha, do'stim. Ha. Yaxshi, Allohning panohida bo'lgin, birodar. Qani menga aytchi, Qur'on yodlash qiyin bo'lmadimi? Yo'q. Hozir ayrim seni tengdoshlaring Qur'on yodlash qiyin, men yodlay olmayman deydi. Bu to'g'rimi? Yo'q. Ularga nima deysan? Bor jiddiy jahdlarni Qur'on yodlashga sarflashsin. Ha, bor jiddiy jahdlarni kalomullohni yodlashga sarflashsin. Shundaymi? Ha. Mashaalloh, doim xursand yurgin. Qur'onni yodlashga seni kim qiziqtirgan? Otam.
Otangmi seni qiziqtirgan? Ha, otam. Keyinchi? Oilamiz hammasi. Mashaalloh. O'rnida aytib qo'yay, Allomaning otasi shu mahzarining shayxi Muhammad Fozil bo'ladi. Men unga muborak bo'lsin, toju ziynatli munavvar liboslar muborak bo'lsin deyman. Hozir o'g'lingizga Qur'onni yodlatibsiz. Yana sizning qo'lingizda yuzlab talabalar Qur'onni yodlamoqda. Alloh bizni ham sizga o'xshatsin. Siz payg'ambarimiz alayhissalom sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, boshqalarga ta'lim berganlaringizdir degan yaxshilikni amalga oshirmoqdasiz. Muborak bo'lsin bu o'g'il. Hozir bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarga aytar so'zim, islom ummatining har bir xonadonida allomadek qori bo'lishini istardim. Alloh taolo uni yomon ko'zlardan asrasin, hamda qalbida Qur'onni mustahkam joylasin. Amin, amin. Ko'z oldingizga keltiring, o'g'lingiz uyda Qur'onni mana shu uslubda yodlab o'tirsa, siz undan Qur'onni mana shu uslubda tinglab o'tirsangiz, 8 yoshda Qur'onni yod olgan, hozir esa 10 yoshda, endi shariat ilmlaridan hammasini tahsil oladi. Allohning izni ila ummatning ulkan ulamosiga aylanadi. U alloma Muhammad Fozildir. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. Ko'pchiligimiz e'tibor berib qaraydigan bo'lsa, agar bir kishi qandaydir kasal bo'lib qolsa, Qur'on o'qib qo'yadigan, dam soladigan kishiga murojaat qiladi. Zero Alloh taolo bu Qur'onning shifoligini ko'pgina oyatlarda bayon qilgan. Ana shu oyatlardan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم biz mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Lekin bu oyatlar zolim kofir kimsalarga faqat zulm va kofirlikni ziyoda qiladi, xolos. Yana Alloh taolo aytadi: Ayting ey payg'ambar, ushbu Qur'on iymon keltirganlar uchun hidoyat va dillaridagi shak shubhani ketkazuvchi shifodir. Kim Qur'onni shifo deb va'da qildi? Alloh taoloda. Allohdan ko'ra so'zida, gapida rostgo'yroq zot bormi? Qanday kasal bo'lmang, Qur'on shifo bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom bizga dam solish yo'llarini o'rgatib qo'yganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumalarga dam solar edilar. Bizga Qur'ondan Fotihanimi, Oyatul Kursinimi yoki Baqara surasining oxirini o'qibmi dam solishni ta'lim berganlar. Endi savol, o'ziga dam soladigan kishining qalbida Qur'on yod bo'lsa qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? O'ylang, o'zingiz Qur'onni yod bilasiz deylik. Alloh taolo sizdan kasallikni va yomonlikni qanday ketkazarkin a? Kalomullohni yod olish vaqti kelmadimikan a? قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود. جدد حياة القلب بالقرآن